Tamqulov, Varda Nikita Mustafin ishlayapti. Omad tilaymiz. Baxtiyor Xo'ja Shavkatov avarda ishlamoqda. Uzatiladi to'p va ichkarida bosh bilan zarba yo'llaydigan futbolchi bor. Gol! Ajoyib tarzda tashkil etildi va raqib darvozasi ishg'ol etilyapti. Juda oson gol uryapti, lekin bu ishlangan reja ekanligi yaqqol namoyon bo'lmoqda do'stlar. Navbahor hisobni ochdi. O'rinboyev qahramon. O'rinboyev reaksiya berdimi, bermadimi bilmadim. Mana bunaqa o'ynab ketildi. Ofsayd yo'q. Ichkariga uzatma bo'ladi. Havodan zo'r pas. Bildingiz-a, kim xatoga yo'l qo'yganligini taxminan bilib oldingiz. Bu yerda Uskokovich shundoq yonidan Zabihillani o'tkazib yubordi. Uchrashuv mana shunday